Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, aziz o'quvchilar. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi bilan hamkorlikda O'zbekiston tarixi telekanali orqali tarix darsi ko'rsatuvini boshlaymiz. Bugungi darsimizda tariximizdagi muhim o'rin tutgan sulolalardan biri Somoniylar haqida hikoya qilamiz. Darsimizda quyidagi 4 reja asosida olib boramiz. Somoniylar o'zi kimlar? Ismoil Somoniy va uning avlodlari. Davlat boshqaruv tizimi. Somoniylar davrida xalq farovonligi. Somoniylar aslida Somon qishlog'i oqsoqoli Somon Xudotning avlodlaridir. Bu maskanning qayerdaligi aniq ko'rsatish qiyin. Chunki ba'zi manbalarda Samarqand atrofi ko'rsatilsa, ba'zilarda esa Termiz yo Balx tomonlarga ishora beriladi. Somon Xudotning avlodlari 9-asr birinchi yarmida Farg'ona, Shosh, Samarqand, Hirot kabi yirik viloyatlarga hokimlik qilgan. Lekin xalifalikka qaramlikni saqlab qolgan. 874-yildan boshlab Buxoroni, 892-yildan boshlab esa butun Mavronnahrni boshqara boshlagan Ismoil Somoniy davriga kelibgina bu qaramlikdan qutulish imkoniyati tug'ildi. Ismoil 849-yili Farg'onada tug'ilgan. 14 yoshda otasi Ahmad vafot etib, akasi Nasr qo'lida qoladi. Har jihatdan aqlli, adolatli, fikr va tadbir egasi bo'lmish Ismoil Mavronnahr hukmini o'z qo'liga olishga erishib, haqiqatdan ham podshohlikka loyiq va haqli ekanini isbotlaydi. Mavronnahr siyosiy hayotidagi bu o'zgarish arab xalifasi Muttazidga ham, uning Xurosondagi noibi Amir ibn Laysga ham xush kelmasligi aniq. Buning isbotini xalifaning Ismoilni Mavronnahr taxtidan mahrum etib, Amir ibn Laysni Xuroson bilan birga Mavronnahr ustidan ham hukm yuritish huquqi bilan ta'minlagani haqidagi farmonidan bilib olish mumkin. Mazkur farmon tezda Amir ibn Laysga jo'natiladi. Boshqacha aytganda, xalifa Laysni Ismoilga harbiy yurishga gijgijlaydi. Bu bilan u nafaqat Ismoilni yo'qotish payida bo'lgan, balki Amir ibn Laysning ushbu harbiy yurish orqali zaiflashib qolishiga ham umidvor bo'lgan. Ammo xalifa va uning yo'rig'idan hamda o'z nafsi ketidan borgan Amir ibn Laysning rejalari amalga oshmaydi. 900-yilning bahorida Balx atrofida yuz bergan jangda Ismoil tomonidan mag'lubiyatga uchratiladi. Ismoilni Xorazm, Farg'ona, Buxorodan, ya'ni butun Turkistondan yordamga kelgan katta harbiy kuch qo'llab-quvvatlagan. Shu tariqa Xuroson va Shimoliy Eron ham Ismoil tasarrufiga o'tadi. Arab xalifaligiga qaramlikka barham beriladi. Ismoil davlatchiligimiz tarixidagi 1600 yildan ortiq tajriba va an'analarni uddaburonlik ila davom ettira olgan davlat arbobi hisoblanadi. U eng avvalo mamlakatimiz siyosiy birligini ta'minlash ishiga bel bog'lab, Farg'ona, Sayram, Shosh, Samarqand, Buxoro, Xorazm, Chag'oniyon, Qutalon, Kish, Xuroson, Siyiston, G'azna kabi qator viloyatlarni o'z hukmi ostida birlashtirdi. Garchi ularning hammasi ham mutlaq ravishda tobiylik yo'liga kirmagan bo'lsalar-da, ammo qudratli markaziy hokimiyat ob-havosini tan olishga majbur bo'lgan. Demak, Ismoil markazlashgan davlatchilik asoslarini qaytadan tiklashga muvaffaq bo'lgan. Shundan so'ng u ana shu markazlashgan davlat boshqaruv tizimini joriy etishga kirishadi. Chunki endigina mustaqillikni qayta tiklagan davlat uchun qat'iy tartib doirasida faoliyat ko'rsatuvchi idorachilik zarur edi. Ismoil bu vazifani ham hal eta oldi. Ammo 907-yil 25-noyabrda Ismoil vafot etgach, taxtga chiqqan Somoniylar buyuk ajdodlari qoldirgan merosni saqlab qolishga ojizlik qildi. Masalan, Ismoildan keyin taxtni egallagan Ahmad subutsizlik qilib, arab tilini yana davlat tili darajasiga ko'tardi. Vaholanki, Ismoil davrida bu narsa yo'q qilingan edi. Ahmadning bu kabi boshqa ishlari ham bir bo'lib, oxir oqibatda unga suiqasd uyushtirilishiga sabab bo'lgan. Xullas, 10-asr davomida siyosiy boshboshdoqlik avjiga chiqib, markaziy hokimiyat mavqeiga putur yetadi. Somoniylar obro'sining pasayishi mintaqaning Yettisuv va Qo'shg'ar qismida boshqa bir siyosiy sulola Qoraxoniylarning kuchayib borishi bilan bir vaqtga to'g'ri kelgan. Natijada 10-asr oxirida hokimiyat ularning qo'liga o'tadi. Qoraxoniylar mintaqaning Yettisuv, Qo'shg'ar, Mavronnahr kabi qismlari ustidan hukmronlik qila boshlaydi.
Xuroson, G'azni kabi viloyatlar esa xuddi shu davrdan boshlab mintaqada yetishib chiqqan yana bir siyosiy sulola G'aznaviylar tobiligiga o'tadi. Ismoil Somoniy o'z davri uchun ilg'or hisoblanmish markazlashgan boshqaruv tizimini joriy etishga muvaffaq bo'lgan. Bu tizim asosini oliy hukmdor dargohi va devonlar majmui tashkil etgan. Oliy hukmdor amir unvoniga ega edi. Shuning uchun manbalarda Amir Ismoil, Amir Ahmad kabi ta'kidlarni uchratish mumkin. Oliy hukmdor hukmlarining ijrosi xolis amiriga yuklatilgan. Dargoh hamda boshqa qator muhim davlat idoralarining xavfsizligini amalga oshirish xizmatini bosh hojib va uning xodimlari olib borgan. Devonlar, ya'ni vazirliklarning umumiy soni 10 ta bo'lib, poytaxt Buxoroda har biri uchun alohida binolar qurib berilgan. Bosh vazir devoni, butun ijroiya hokimiyati hamda qolgan 9 devon ustidan rahbarlik va nazorat xuddi shu vazirlik tomonidan amalga oshirilgan. Moliya ishlari devoni davlatning moliyaviy ishlari, sarf xarajatlariga oid hisob-kitob ishlari bilan shug'ullangan. Davlatning rasmiy hujjatlarini ishlab chiqish devoni. Bu maxsus devon sanalib, uning xizmatchilari davlat ahamiyatiga molik barcha hujjatlarni tayyorlab berganlar. Soqchilar boshlig'i devoni ushbu muassasa maxsus saralangan harbiy qismlarga boshchilik qilib, ularning tayyorgarligi, tartib intizomi, oziq-ovqati, umuman xo'jalik ta'minoti, maoshi masalalari bilan shug'ullanib kelgan. Xat xabarlar mutasaddisi devoni, dargoh, hukumat, mahalliy hokimiyat bilan bog'liq xabardorlik ishlari bilan mashg'ul bo'lib, poytaxtda qabul qilingan muhim qarorlar, hujjatlar va boshqa rasmiy ko'rsatmalarni viloyatlar, shaharlarga yetkazish hamda joylardagi shu kabi ma'lumotlarni markazga yetkazib berish kabi tadbirlar bilan band bo'lgan. Saroy ish boshqaruvchisi devoni, dargoh ta'minoti bilan bog'liq sarf xarajatlar ustidan nazorat olib borish shu devonga yuklatilgan. Davlat mulklari devoni, hukmdor sulolaga tegishli mol-mulk boshqaruvi, nazorati, hisob-kitobi bilan shug'ullangan. Muhtasib devoni, jamiyat va davlat hayotida muhim o'rin egallab kelgan xizmatlar sirasiga kirgan. Uning xizmatchilari shahar va qishloqlarda, ko'cha va bozorlarda tartibni nazorat qilish, diniy marosimlarni amalga oshirishda chegaradan chiqmaslikni ta'minlash, savdo-sotiq ishlarida xaridorlarga xiyonat qilmaslik, mahsulotlar sifatini qat'iy ko'rsatilgan darajada tutishni tekshirish, narx-navoni belgilangan miqdordan oshmasligini nazorat qilishdan iborat bo'lgan. Vaqflar devoni, ya'ni turli yo'llar bilan diniy muassasalar ixtiyoriga o'tkazilgan mol-mulk, yer-suv ishlari bilan shug'ullanuvchi vazirlik. Qozilik ishlari devoniga qozilarning faoliyatini nazorat qilish yuklatilgan. Ba'zi hollarda ishi qoziga oshirilganlar orasida yuqori lavozimda ishlayotganlar bo'lsa, qozilik qilishni oliy hukmdorning shaxsan o'zi yo uning tarafidan tayinlangan hukmdor sulola vakili amalga oshirgan. Bundan maqsad martabadorning qozilarga tazyiq qilishlariga yo'l qo'ymaslik bo'lgan albatta. Zikr etilgan devonlarning joylarda ham bo'limlari bo'lgan. Ular markazdagi o'z devonlaridan tashqari mahalliy hokimlarga ham bo'ysunib, mahalliy boshqaruv idoralari bilan hamkorlikda faoliyat ko'rsatganlar. Bundan xat xabarlar xizmati devoni mustasno hisoblanib, ularning mahalliy bo'limlari faqat markazgagina hisobot berganlar. Zero yuqorida aytilganidek, ular mahalliy hokimlar, mansabdorlar ustidan ham pinxona nazorat olib borganlar. Viloyat boshlig'i hokim, shahar boshlig'i esa rais deb atalgan. Hokimni oliy hukmdor, raisni hokim tayinlagan. Albatta bunda u yoki bu nomzodning shu yerdagi obro' e'tibori, mavqei hisobga olingan. Davlat ishlariga qabul qilishda ma'lum bir talablar silsilasi mavjud edi. Masalan, davlat tilini mukammal bilish, zamona huquq me'yorlaridan to'liq xabardorlik, tarix, adabiyot kabi ilmlardan boxabarlik, hisob-kitob ishlaridagi bilimdonlik va hokazo. Lashkar ikki toifaga bo'lingan. Doimiy ravishda faoliyat ko'rsatuvchi saralangan qismlar, gvardiya va zarur hollarda viloyatlardan yig'iladigan qismlar. Saralangan qismlardagi xizmat kamida 8 bosqichdan iborat bo'lib, oddiy piyoda askarlikdan visoq boshi, ya'ni 4 kishidan iborat guruhga boshliq darajasigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tishga to'g'ri kelgan.
keyin u hayilboshi maqomini egallashi mumkin bo'lgan. Bu darajaga tegishli tartib intizom, talablar doirasida xizmat qilganidagina erishish mumkin edi. Ilgargi asrlarda bo'lgani kabi Farg'ona, Qashqadaryo, Zarafshon vodiylari, Shosh, Xorazm, Xuroson viloyatlarida dehqonchilik ishlari yuksak saviyada amalga oshirilib, ko'plab ekinlar yetishtirilgan. Hosildorlik shu darajada bo'lganki, bir siqim don ekib, 100 siqim, hatto undan ham ko'p hosil olingan. Xullas, mirishkorlik shu darajada bo'lganki, chet ellardan kelganlar yerning unumdorligi, hosilning yuqoriligi, hamma yerlarning ko'm-ko'k, ya'ni obod bo'lib turishini ko'rib hayratga tushganlar. Bu davrda paxta, ipak, jundan turli xil matolar, tayyor kiyimlar tayyorlanib, o'lka va yon atrof aholisining talabi qondirib kelingan. Qog'oz ishlab chiqarishda mamlakatimiz O'rta va Yaqin Sharqda, Yevropa mamlakatlari orasida birinchilikda turib, ularni bu noyob mahsulot bilan ta'minlab kelganini alohida ta'kidlash lozim. Shuningdek, shishasozlik, kulolchilik, kunchilik, gilam to'qish, miskarlik, qurolsozlik, temirchilik, kunjut, chigit, zig'ir, kanobdan moy olish kabi o'nlab sohalar faoliyat ko'rsatib, jamiyat hayotini yaxshilashda muhim o'rin tutgan. Somoniylar davrida konchilikka ham katta e'tibor berilgani ma'lum. Ayniqsa Farg'ona vodiysida bu borada katta ko'lamdagi ishlar amalga oshirilgan. Axsikat va Novqatda oltin, kumush, yuqori Nisoda toshpaxta, qatron, kumush, oltin, firuza, temir, mis, qo'rg'oshin va Sug' yaqinida Simob, O'zganda Novshadil konlari ishlab turgan. Shuningdek, Farg'onada bu vaqtda tuz, neft kabi qimmatli xomashyolar ham qazib olingan. Tuz konlari Iloqda ham bo'lgan. Somoniylar davridagi pul muomalasining o'ziga xos tomonlari bor. Muomalada oltin tangalar, Ismoiliy, Muhammadiy, G'itrifiy va boshqalar esa mahalliy ahamiyat kasb etgan. Masalan, G'itrifiy kumush tangalari asosan Buxoro doirasida muomalada bo'lgan. Avvalo, o'lka savdogarlari shu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar bilan mintaqa aholisi ehtiyojini qondirishga harakat qilgan. Shuning uchun ham savdo-sotiq gurkirab o'sgan. Ko'plab bozorlar bunyod etilgan. Savdo-iqtisodiy munosabatlarning rivojlanib borishi yana bir muhim faoliyat quruvchilik, me'morchilikda ham katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Shaharlar kengaydi, muhtasham binolar, orasida bozorlar, masjid, madrasalar, hammomlar, ustaxonalar, do'konlar va boshqa qator imoratlar bunyod etildi. Bunda quruvchilikka aloqador turli kasbdagi ustalar ishtirok etib, o'z mahoratlarini oshirganlar. Buni biz Buxoro, Samarqand, Termiz kabi qator qadimiy shaharlar misolida ko'rishimiz mumkin. 9-10 asrlarda mamlakatimiz obro'sini yer yuziga yoygan olim va fuzolalar haqida ko'plab so'z aytish mumkin. Ularning soni o'nlab, hatto yuzlabdir desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu davrda bizning ajdodlarimiz fan va madaniyatda yuksaklikka erishgan. Ya'ni jamiyat yana bir bor uyg'ongan. Bu uyg'onishning nafaqat bizning, balki batamom kishilik taraqqiyotining o'rni to'g'risida fikr qilinsa, insoniyat tarixida birinchi uyg'onish davri mohiyat e'tibori bilan bizning mamlakatimiz va mintaqamizda ro'y berganligini ko'ramiz. Va bu yuksalish biz orqali butun bashariyatga tegishlidir. Xulosa qilib aytganda, yurtimizda Somoniylar sulolasi hukmronlik qilgan asrlar jo'shqin voqealarga boy, namunali va saboqli davrdir. Eng muhimi, bu davrda mamlakatimizning, xalqimizning tarixiy madaniy taraqqiyotidagi an'ana va tajribamizning naqadar mustahkam poydevorga ega ekanligi namoyon bo'ladi. Zero yuqorida aytilganidek, tushkunlik va qaramlik davrini boshidan kechirgan jamiyat yana yuksaklikka ko'tarila oladi. Hurmatli o'quvchilar, qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi tarix darsimizni yakunlaymiz. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog', omon bo'ling.